Toshkent shahari chiroyli mahallasiga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, hamma kommunikatsiya, 20 metr fasad va zeleniy zona, ko'chalari keng, ko'ryapsizlar. 10 tadan oshiq xonasi bor, chiroyli didi bilan remont qilingan. Remontiga gap yo'q, planirovkasini buzib yuborishgan. Har bitta spalnilarni o'zini sanuzyillari bilan va garderoblari bilan qilingan. Chiroyli hovlimizni shunda pastki etagimizda 4 xona bo'lyapti, oshxona bilan. Bitta oshxona, ikkita spalni va katta zal bo'lyapti. Orqada 6 ta xona bo'lyapti, oshxonasi bilan. 4 ta spalni, bitta zal va bitta oshxona. Hovlimizni 6 sotu yer maydoniga qurilgan. Agar mash hovlimizni Nikitinada bo'lib qolganda, kamida $1,200,000 ko'rsatayotgan bo'lardi. Hurmatli obunachilar, $1,200,000 emas, $550,000 ga Toshkent shahari chiroyli joyda siz kutgan hovli bemalol ikkita oila kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Yangi upakovanniy xonadonni hozir aylanib chiqamiz. O'zinglarni bahoylarni 1 dan 10 gacha tashab ketasizlar. Mahallani qaranglar, hammasi chiroyli uylar joylashgan, joyda joylashgan, 20 metr fasad, chiroyli osvesheniyalar qilingan, zeleniy zonalar qilingan, mazza qilib yashab oladigan joyi. Hop, asosiy binoga kirmaymiz, yon etagiga kiramiz. Yon etagiga kirsa, o'ng qo'lda bitta katta xona, chap qo'lda bitta katta xona va o'ng qo'lda katta xonani ko'rishingiz mumkin. Bu mehmonxona qo'rasizlar, xolisinglar, ikkita mehmonxonalar bo'ladi. U yoqda ham, bu yoqda ham. Va bu yoqda spalni komnata o'zini garderoblari bilan. Hurmatli obunachilar, garderoblarini qaranglar. Shundoq planirovkasini ham yorib yuborishibdi. Bu yoqda sanuzyul bo'lyapti, roditelskiy xonani o'zini sanuzyuli bo'lyapti. Remontlari ham chotki did bilan remont qilingan ekan, polniy pishug'ishdan qurilgan ekan. O'zlari uchun qurgan ekanlar. Yonida yana bitta hovli bor ekan. Ular o'zlarining eski hovlilari. Unisi baraka bo'lsa, unisini olib qolaman. Bunisi baraka bo'lsa, bunisini olib qolaman deyaptilar. Bu общий sanuzyul bo'lyapti. Qaranglar, juda ham keng общий sanuzyul, chiroyli qilib qurilgan ekan va bu yoqda yana bitta xona. Bu ko'ryapsizlar, kuxnya. Kuxnyani qaranglar. Общий bu yoq etigida ham kuxnya bilan birga 4 xona bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, kelin kuyovlarni shu yerga joylashtirib yuborsizlar, mazza qilib yashab yorishadi. Bu yoqda yana bitta spalni va o'zini garderobi bilan. Garderob mebellariga joylashtirib qo'yishni gap bo'lishi mumkin emas. Вообще shokolad, приятный, такой barakali, chiroyli, fayzli xonadon ekan. Vashi planirovkasini yorib yuboribsiz, aka. 1 dan 10 gacha men o'zimni bahoyim beraman. Bu xonadonga 10 ball qo'ydim, aka. Doda qilib remont qilgan ekansiz, ad dushi. Bu hovlimizni agar Nikitinada bo'lib qolsa, bu hovlimizni kamida $1,200,000 yoki $1,300,000 bo'lardi. Hurmatli obunachilar, mana bu kichkina xonasi bor. Bu yerda kotelniy xona qilingan ekan. Kichkina sanuzyillari bilan tahorat qilish uchun sharoit ham qilingan ekan. Bu yoqda oshxona, bitta yana spalni va bitta zal, yana bitta spalni, общий 4 ta xona oshxona bilan bo'lyapti. Endi asosiy binoga kiramiz. Asosiy binoga kirdik. Asosiy binodan o'ngga qarasa keng kuxnya bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Mana shu kuxnya mebel, hamma narsa konditsionerlargacha o'rnatilgan, to'pli polli bo'lgan, bo'sh оборудование, xofma оборудование, hammasi sifatli mahsulotlar qo'yilgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Katta hol va bu yoqda mehmonlarni kutish uchun sharoit chotki qilingan ekan. Remontlari ham takoy dit bilan hamki pastavka, mastavkalarni ham chotki qilib qo'yishdi va bu yoqda yana bitta xona. Sal nimadirlar qo'rish kerak bo'lgan xona, bu yoqni ham ota-onalar uchun takoy spalni qilib berasizlar. Va bizni birinchi уровеньni aylan bo'ldi. O'zini mamta общий sanuzyuli ham bor ekan va ikkinchi уровеньga ko'tariladigan joyi. Ikkinchi уровеньga ko'tarilyapmiz. Ikkinchi уровеньni qaranglar. Shikarniy qilib qo'yishibdi va bu yoqda hovliga balkonchasi bor. Balkonini ham juda ham keng qilishgan. Shikarniy qilib qo'yishibdi. 6 sotu, где-то 600 kvadrat metr binolari bilan gap bo'lishi mumkin emas. Qarang. Keng hol, shikarniy remont va
550 ming deyishyapti. Qaranglar, 10 xonaga yaqin xonasi bor va garderoblari bilan, sanuzyolari bilan, ko'chalari ham juda ham keng. Xo'p, ipodrom bozori ro'parasida bo'lyapti jigarlar. Ipodrom bozori ro'parasida. Hop, balkondan chiqib bu yoqqa o'tsa, bizda yana ikkita spalni bo'lyapti. Bu yoqda bitta spalni o'zini garderobi bilan, stroyniy mebellari bilan va bu yoqda yana bitta spalni garderoblari bilan. Gap yo'q, hurmatli obunachilar. Ipodrom bozor ro'parasi Beshqo'rg'on mahallida joylashgan 6 sotu 10 tacha xona ko'ryapsizlar. Narxi 550 ming. Xudo xolasa yana chiroyli narx qilib berishadi. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Hammaga mana shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Men mana shu hovlining narxini zo'r deb topib keldim, chunki bu hovli qurilishi va did bilan remont qilinganligi va planirovkasi menga yoqqani uchun mana shu obzorni qildim. Hurmatli obunachilar, hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Xudo xolasa sizlarga yana bombalardan, chiroylilardan ko'rsatishda davom etamiz.